Assalomu alaykum. Bu Oral ovozi siz bilan Solijon Abdurahmonov. Bugungi suhbatni O'zbekiston qishloq xo'jaligi borasida qilishni lozim topdim. Bu albatta hammamiz uchun eng muhim bir jabha. Doimo muammoli, chunki qanchalik yutuqlar bo'lgani bilan baribir ko'proq qismi muammo bo'lib kelyapti. Biz buni gapirishdan albatta to'xtamaymiz. Shuning uchun men anchadan beri bu bo'yicha bir chiqish qilishim lozim edi. Bunga sabab bo'lgani obunachilarimning birisi ko'p oylar oldin shu qishloq xo'jaligi bo'yicha bir chiqish qilsangiz degan edi. Men endi unga bir chiqishlar orasida shu negadir joylashmay kelyapti deb o'ylab keldim va nihoyat mana boshqa ham ancha dolzarb mavzular bo'lishiga qaramasdan shu bugun ushbu iltimosni bajarishni lozim topdim. Endi odatda biron bir chiqishga o'ng'ayli bo'lsa, shu bir mosroq kiyimni kiysangiz deb xiyol qilib turaman. Buni endi ko'p o'rtoqlar bilishadi. Masalan, Ukrainadagi urushga gapirganimda mana ukrainlarning milliy kiyimi bo'lgan vishivanka deyishadi ular. Vishivanka degani tikilgan, qo'ldan tikilgan o'sha ko'ylakni menga bitta o'rtoq jurnalist ukrainalik sovg'a qilgan edi ancha oldin. O'sha shu eskirib qolsa ham o'shani kiyib, urush tugab qolar, shungacha kiyib gapirib turay deb gapiraman. Turkiya haqida gapirganimda ham turk bayrog'i ramzi solingan futbolkani kiyib gapirdim bir-ikki marta, o'rtoqlar bilishadi. Keyin yana Gruziya haqida gapirganimda Gruziyaning bir futbolkasini, xullas, bugun endi mana sharitini kiyib shu gapirishga qaror qildim. Endi O'zbekiston qishloq xo'jaligi bo'lsa, bu sharitining qanday bir aloqasi bor deb o'ylashi mumkin meni yuqoridagi gaplarimdan. Bu mana Team Sharite, ya'ni Sharite komandasi. Usta o'sha ramzi bu futbolka menga bir tasodifan tushib qolgan. Onda sonda buni kiyaman. Onda sonda ko'chada ko'p kiymayman, lekin mana onda sonda kiyaman va bugun shu Sharite ramzi solingan futbolkada gapirishni lozim ko'ryapman. Bu endi bu yerda birinchi diqqat qilgani ko'p o'rtoqlar Navalniyni eslashadi. Aleksey Navalniyni uning shu Rossiyada zaharlanganidan keyin Germaniyaga olib kelib Berlinda Sharite kasalxonasida davolaganliklari yo'q. Men hozir bu haqda gapirib o'tirmayman, chunki suhbatimiz qishloq xo'jaligi haqida bo'ladi. Nega endi men Shariteni kiyib chiqyapman? Sababi bu Sharite so'zi o'zi fransuzchadan olingan bo'lib, uni ruschaga lyubov к ближнему, milosердие deb tarjima qilishgan. Ya'ni yaqiningga muhabbat, ya'ni sevgi, hurmat, qadrlash ma'nolari bilan. Milosердие bo'lsa, bu o'sha milo yoqimtoy, сердие сердце, yurakdan. Ya'ni mehribonlik deb tarjima qilsak ancha to'g'ri bo'ladi. Bu yaqinlarga muhabbat, hurmat va mehribonlik. Nima uchun endi bu qishloq xo'jaligiga? Chunki qishloq xo'jaligi, men ochig'ini aytishim kerak, O'zbekiston sharoitida juda og'ir bo'lib keldi va bu kunda ham ma'lum darajada yengilliklar bo'lgani bilan baribir dunyo rivojlanishini hisobga olsak nisbatan og'ir bo'lib qolmoqda. Men albatta 5 yilcha bo'lib qoldi mana Germaniyadaman, ammo O'zbekiston qishloq xo'jaligi haqidagi maqolalarni ancha-muncha o'qib turaman. Ular nisbatan ochiqni aytish kerak juda kam.
juda kam, lekin baribir chiqib turadi, ammo muammolarning yechimi borasida deyarli uchratmaysiz. Endi men o'sha iltimos qilgan obunachimning o'zini yashash joyini bilaman, uning kommentlaridan, boshqa fikrlaridan. O'zi ham endi bir tumanda yashaydi, posyolkada, aholi punkti deymiz. Endi qishloq xo'jaligi unga juda ma'lum, oliy ma'lumotli inson, nafaqaga chiqqan, o'qituvchilikdan ekan. Xullas, mana shu qiziqishini bugun endi ma'lum darajada qo'ldan kelguncha bir yoritay dedim. Shu borada esimga bundan 20 yil oldin O'zbekiston Oliy Majlisga xalq deputatlarini saylashda bir tumanda yig'ilish bo'lyapti, deputatlar uchrashuvi. O'sha joyda 3 ta nomzod ko'rsatilgan. O'shalardan bittasi O'zbekiston qishloq xo'jalik siyosati noto'g'ri deb gapirdi. Bu endi tumanning klubida bo'lyapti, ancha-muncha odamlar bor. U yerda bu bir munozara qilib davom qilinmadi. Nimaga bunday noto'g'ri deyapsiz? Nimalar noto'g'ri? Uni qanday to'g'rilash kerak degan mazmunda fikrlar bo'lmadi. Xullas, men endi jurnalist sifatida qatnashyapman uni. Xullas, men u kishi bilan keyinchalik ham 1-2 marta uchrashishga harakat qildim, ammo negadir u kishi shu band dedi, Toshkentda dedi, boshqa, xullas uchrashish istagi bo'lmadi deb hisoblayman men, chunki gap juda jiddiy bo'lardi. Agar jiddiy bo'lmaganda O'zbekiston qishloq xo'jalik siyosati noto'g'ri deb bundan 20 yil oldin Karimovning eng g'azab qilib turgan paytida Oliy Majlisga deputatlikka nomzod saylovchilar bilan uchrashuvda bunday deb gapirmagan bo'lardi. Yana buning ustiga u odamni o'zi ham necha yuz fuqarolar ishlaydigan korxonalarda rahbari, taniqli inson. Endi bu yerda men masalan mana o'zimizni yoshlik paytdan keyinchalikki holatlarda paxtachilikni birozgina gapiray deyapman. Odatda bahorda yomg'ir bo'ladi. Paxta endi ko'karib chiqayotgan paytlarda yomg'ir bizni Qoraqalpog'iston sharoitida o'ta og'ir bo'ladi. Chunki ham kutilmagan, ham tuzni oshib borishidan qatqaloq deyishadi bizda. Ya'ni o'sha paxta egatlarining usti qattiq bo'lib qoladi va chigitlarning chiqishi juda xavfli bo'lib qoladi. Chiqqanlarini ham sho'r qiyib boshlaydi, ya'ni qisib turib qatlam. O'shani tez orada o'sha qatqaloqdan yumshatish kerak bo'ladi. Buni odatda odamlar o'zlariga belgilangan yerlar shu oddiy tirmada qo'ldan yumshatishadi. Men o'zim bu xiyol qilib turardim, mana shu ishni bir kultivatorni orqasiga shu 4 ta odam o'tiradigan qilib, shu 4 ta odam qo'liga kichkina narsalar, o'sha kultivatorga, traktorga mahkamlangan, qo'ldan ishlangan narsa va paxtaning o'sha ikki tomoniga juda yaqin holatda yumshatib ketish ishini qilib bo'lmaydimi deb xiyol qilardim-da. Endi bu xiyoldan nariga o'tgan emas. Bu borada sizni takliflarda bir shug'ullanadigan joylar bor albatta, ammo men o'zim biron marta mana shu bo'yicha biron maqola o'qimadim. Ya'ni siz taklifingizni bering, biz buni amalga oshiramiz deb turib. Endi bu borada boshqa bir masalada men bir tegishli ilmiy xodimlar bilan fan doktori tasodifan uchrashib qoldim Toshkentda. O'zi 3 ta odammiz, men yonimda bitta odam, o'shaning taklifi bilan borganman, ozgina guringlashib chiqarsizlar deb. O'shalamiz o'sha kishi endi Qoraqalpog'istondan kelganimni bilib gaplashib qoldi. Ancha-muncha, o'zi texnika fanlari doktori, yanglishmasam fan doktori ekan, o'sha katta tashkilotlar rahbari, shu qishloq xo'jaligi bo'yicha gapirishib qoldi. Keyin men aytdim, endi kechirasiz dedim, sizlar axir men juda hurmat qilaman ilm odamlarini, ammo mana shu biz masalan sabzining
orasını olamiz. Qoriq olish deyishadi bizda. Sabzining ikki egilgan qatori ustidagi qismini pastga olib tashlaymizda, ya'ni kuch bersin deb. Keyin tekis bo'lib sug'oriladi. Ko'kargandan keyin bu. Yoki bo'lmasa pomidorning egatlarini olish, qazib suv ko'proq tursin, pastdan suv kelsa, tepaga yaxshi hosilga yordam beradi deb turib, pomidorni qorig'ini olish deydi buni ham. Ya'ni ikkita suv yurgan o'rtani olib, suv yurmagan joyga tashlash. Men endi o'shalarni texnikalashtirish axir juda ham oson u. Mana sizning bu bir juda katta ilmiy bir korxona ekan shunday narsalarni amalga oshiradigan. Lekin biz mana shu ishlarni kerzovoy bilan tepib olamiz. Etiklarimizni, botinkalarimizning tagi o'sha belni tepaverish bilan sinib qoladi. Butun masalan Qoraqalpog'istonda shunday desam, to'g'ri deydi, buni qilish hech muammo emas. Ammo bizga deydi, mana qishloq xo'jaligi vazirligi buyurtma bersin, darrov amalga oshiramiz deydi. Bu gapni bo'lganiga 30 yildan o'tdi. 30 yildan. Qishloq xo'jaligi vazirligidan hali ham buyurtma yo'q. Hali ham o'sha formada qishloqda, ovullarda bizda Qoraqalpog'istonda shu forma tepishyapti. Ya'ni belni tepib olishadi-da. Bu endi o'sha deputatlikka nomzod bo'lgan yigitning noto'g'ri siyosat deganda o'sha narsalarni ham ehtimol nazarda tutgandir deb o'ylayman-da. Shu bilan birgalikda endi oddiygina masalan qishloq joylarda birdaniga o'sha texnika yetishmay qolgan holatlarda qatqaloqda chunki bir 2-3 kunning ichida uni olish kerak bo'ladi. Masalan men o'zim xiyol qilib turardim yana bu eshaklarni qo'shish mumkin masalan deb turib. Eshaklarni bitta eshakni yoki ikkita eshakni egat orasidan olib yuradigan bo'lsa bitta odam, ikkita odam yoki uchta odam, endi u yerda yengil bo'ladi, kichkinagina tirma qatqaloqda olish uchun 4 tasini qo'shsa bo'ladi. 4 ta. Ya'ni 4 ta tirmani 4 ta odam ushlab yurasiz, eshak tortib ketadi, ikkita eshak, bitta odam boshqaryapti. Bemalol ishlasa bo'ladi bu narsalarni ham endi. Lekin biz hatto shu narsalarni ham siljiy olmaymiz. Albatta boshqa siljigan tomonlar bor bu shunga o'xshash narsalarda, ammo siljimagan joyimiz ko'p demoqchiman-da. Endi masalan yana qishloq xo'jaligiga men pillani ham gapirib o'tay dedim. Bu baribir qishloq xo'jaligida o'tadi. Qishloq xo'jaligi sohasi deymiz buni. Isitish uylarini. Chunki Qoraqalpog'iston sharoitidan gapiraman men. Qoraqalpog'iston sharoitida masalan endi aprel oyining 20larini olsak, bu paytda bizda pilla berishmaydi o'sha urug'larni. Urug'larni odatda bizda mayning 1dan boshlab berishadi, doimo berishardi. Hozir ham shundaydir. Mayning 1, 2, 3, 4 shu oralikda berishadi. Bu paytda kunduzlari ancha issiq bo'ladi. Nima uchun biz pilla qo'yadigan, o'sha qurtni tutadigan, urug'ni qo'yadigan joyni bir 30 darajalar atrofida isitish kerak bo'ladi dastlab. O'sha kunduz quyoshning nimasidan foydalanib, issiqligidan bir yengil isitish panellarini qo'ya olmaymiz masalan. Juda oddiy narsalar. Bu haqda 1-2 marta gapirildi ham, ishlanyapti ham dedi, ammo negadir o'sha chala yo'lda qoladi. Chunki mayni o'sha boshidan boshlab uni foydalanish mumkin. Yana qolaversa, bu kunduz yaxshigina isitadi. Qo'shimcha issiqlik bo'lsa, o'sha qurtxonaning ichiga masalan idish qo'yish mumkin. Bir 300 litrlikmi, 400 litr qilibmi, ya'ni zaxira issiqlikni o'sha suv ham isiydi, xona ham oldin isiydi, keyin siz xona isish darajasi yetgandan keyin o'sha bochkani ulab qo'yasiz. Bochka darrov isimaydi-yu. U ancha isigandan keyin kechqurun salqin tushib boshlaganda o'sha issiqlik ham ancha-muncha foyda qilib turadi. Lekin biz buning o'rniga endi ochig'ini aytish kerak, isitishga shuncha ko'mir ajratdik deb gapiriladi, hisobotlar beriladi. Ammo men o'zim esimni bilgani bir deyarli 90-yilgacha
qurt tutgandan keyin bo'lak yashaganmiz biz uydan. Otalarim, onam rahmatlik doimo pilla tutardi va qishloqda eng ko'p pilla tutadigan oilalarning 2-3taning ichida bizlar ham bo'lardik. Chunki 2ta quti, ya'ni 100 kilodan kam pilla bermasdik. Ba'zi bir yillari 170 kilo berganlarimizni bilamiz. Buni pilla tutadigan o'rtoqlar juda yaxshi bilishadi. Qanchalik dahshatli ish ekanini uning. Chunki uni siz o'rib olib kelishingiz kerak. Mana xir yaproq deyishadi bizda. Ya'ni ko'p yeydigan payti, eng katta ishtahasi ochilgan oxirgi bir 10 kun. Mana shu paytda uni tashish ham azob bo'ladi. Men hayron bo'lib turardim, nima uchun shu plantatsiyalarni kombayn o'radigan qilib taxlay olmaymiz deb. Endi o'zim uni aravada tashirdik, chunki uzoqroq bo'lardi aravada. Ancha-muncha qiyin. Charchis yana buning ustiga o'sha paytda mayning 20laridan 27-28larigacha. Dehqonchilik ishlaringiz ham ko'payib ketadi. Yana biz maktabda ishlaymiz. Bu payt maktab ham ish ko'p. Choraklik chiqarish kerak, yillik baholar chiqarish kerak. Xullas shunday bir bosh og'riq. Endi bu yerda bir esimga tushgan narsani aytib o'tay deyapman. O'sha qir yaproqda payti maktabdamiz. O'sha aytgan ishlar ko'p, charchaganmiz. Bitta o'qituvchi pilla tutadigan, dedi, juda charchatib turibdi. Bunda ahvol qanday deb ertalab gaplashyapmiz-da, sal ertaroq kelgan. Dars boshlanishidan bir 10-15 daqiqa o'qituvchilar xonasida. Shunday maza qochadi, shu bir shunday ishlar ko'p deydi, charchagandan tenkan qurib kelasan maktabga. Shu bir piyola, yarim piyola, bizda kosa deydi. 1-2 kosa shu tashabasam deb turasam ba'zan deydi. Tashabasam degan ichib olsam, ya'ni aroq, alkogol yoki vino desa, bitta o'qituvchimiz men tashab yuribman deydi, shu mazam qochgan charchaganimdan deydi, tashab yuribman har kuni ozgina deb qo'yadi-da. Sal o'ng'aysiz bo'ldi. Keyin o'sha tashab yursang degan o'qituvchi bir kulib holatdancha yumshatganday bo'ldi. Aytayotganim, mana shu ishlarimizning tenka qurg'onlikdan maktabda qanday siz ilhom bilan o'qita olasiz. Bu endi doim shunday demayman men. Mayning o'sha bir 20sidan 10 kun orasida qishloqdagi pilla tutadigan o'qituvchilarni yeri ham bor, dehqonchiligi boshqasi ahvolini ko'rsangiz, hozir ham deyarli shunga juda yaqin. Juda yaqin, lekin ancha-muncha yaxshilangan, lekin juda yaqin. Yaxshilangani kichkina, masalan, o'sha bir motoblok deganlar paydo bo'ldi qishloqlarda, surish, u bu xilqlarga, boshqasiga ancha yengillashdi. Yana ishlaydigan odamlar ham bor. Oldinlari ishlamasdi, hech kim birovni ishini ishlashga nomus qilardi. Biz o'sha aytayotgan davrlarda hech kim ishlamasdi. Ishlaydigan bo'lsa kullikchi deb aytardi. Biz bola paytlar bo'lardi qishloqlarda. Kullikchi deyadi uni. Masalan, Mang'it shevasida yoki Mang'it jabhasi deymiz endi, Xorazm shevasining kullikchi, ya'ni kunlik kun ishlaydi-da, falon so'm deb kelishadi yoki falon narsa berasan deb. U keyinchalik ular ham yo'q bo'lib ketdi. 70-yillardan boshlab u ancha vaqtgacha kunlikchi ham bo'lmadi. Bir 10 yillar, 15 yillardan ko'proq atrofda. Mana shunday bir sharoitda endi bu men maktabda ham ozgina aytib ketayotganim, endi o'qituvchilar, o'zim o'qituvchi bo'lgandan keyin bu holatni juda yaxshi bilaman-da. Endi shu paytlarda 75-yillarda mana yoshi kattalar ancha yaxshi biladi, o'qigan bo'lsa kerak. Gazetalarda O'zbekistonda mana shu pilla qurtiga, pilla qiladigan paytida ustiga cho'p, shox-shabba qo'yishning o'rniga shunday bir narsa ixtiro qilinganki, men endi tasavvur qildim, uni bir plastik bo'lsa kerak deb. O'shanga pilla tutadi, o'giradi va keyin uni mashinada olasiz deb turib. Mashinada olasiz deb yozildi. Bu 50 yil bo'ldi hozir bunga. Endi agar mutaxassislar uning tarixini bir yozib chiqishsa ijtimoiy tarmoqlarda ancha yaxshi bo'lardi. Ammo biz u narsani ko'rmadik. O'sha 15 yil, 20 yil davomida ham men uni ko'rmadim. Ammo qo'lda terilgan pillani tozalaydigan apparatlar keldi. Sal keyinchalik.
keldi. Albatta u ham ma'lum darajada yordam berdi, lekin baribir bir sifat darajasi ancha past edi o'sha paytlarda. Endi hozir men aniq bilmayman buni so'rab o'tirmadim. Bular ham mana shunday bir holat. Yana shu bilan birgalikda pilla qurtini tutishdan hamma bezor edi. Hamma bezor qishloqda. Chunki qishloqda tutasizda, o'sha aytganday ishni ko'pligi, boshqasi yana nisbatan pulni kam beradi deb. Lekin yaxshi naviga 5 so'm to'lardi o'sha paytlarda. Bunday olsangiz katta pul. Hozir ham nisbatan olganda shunga yaqinroq to'lanar ekan. Men bir ikki tasodif ko'rdim, ammo baribir hozirgi talablarimizdan kelib chiqsak, bahosi baribir past. Bu jihatda endi bir maqolalar ham o'qidim, bir taniqli insonlarning muxolifatdagi bu boradagi fikrlarini. Endi uni to'xtalib o'tirmayman. Ammo bitta narsa yana esimga tushdi. Biz 80-yilda Ashxobodda 2 oylik seminarda bo'lganmiz. May-iyun oyida o'sha garnizonda, kim o'sha Ashxobodni yaxshi bilsa, garnizon bor, Kosmos degan kinoteatrning yonida. O'sha garnizonda bo'lganmiz. Endi u Afg'onistonda urushning qizib turgan payti, u joyda juda qattiq tartib bilan, ammo biz bitta rota harbiy ta'lim o'qituvchilari borganmiz u yerga. Harbiy ta'lim o'qituvchilari. Harbiy unvoni yo'qlar, ya'ni ofitser emaslar. Ofitser tayyorlash kursi deyish ham mumkin. Uni 2 oylik bizni o'qitdi. Buni aytayotganim, o'sha garnizonning ichida katta tutlar bor ekanda. Katta, yashab ketgan, uni kamida 70-80 yillar yashagan. Agar undan ham ko'p bo'lmasa. Bir kuni o'shani urushga bitta yigit ham bitta kelinchak kelibdi. Ustida o'ryapti. Katta tut, juda katta. O'ryapti. Men bir 2-3 daqiqa qarab turdim. Endi turkmancha gaplashyapti. Chegara hududlaridagi o'sha harbiy ta'lim o'qituvchilarning bir 3-4 talari turkmanchalab ancha gaplashib qoldi. Men ham yaxshi tushunaman turkmanchani, ozgina gaplayman ham, lekin men endi aralashmadim. Xullas, o'sha kelinchakni tutdi ustida o'rib yurganiga juda ta'sirlandim-da men endi. Chunki bizlarda hech qachon ko'rmaganman men. O'zim uchramagan ayol kishining chiqib o'rayotgani. Bu biz doim erkaklarda ishi deb nima qilardik. Agar bironta erkagi yo'q oilada ayol kishi qurt tutadigan bo'lsa, unga brigadir o'sha o'rim paytida albatta bitta odamni bekitib qo'yardi, o'radiganda. Xullas, men endi ketdim, oradan bir 5-10 daqiqa o'tdimi, bitta o'sha seminarda bo'layotgan yigit yugurib kelib, xudoy, bechora qiz yiqilib ketdi dedi-da. Endi tepalik ham kamida 5-6 metr bor, chunki katta tut edi u. Uni o'sha joyda bo'lganlar bo'lsa juda yaxshi bilishadi. Yiqilib ketdi bechora deydi, olib ketdi. Tez yordam chaqirishib o'shani olib ketdi. Yonida qarashib turdim, o'bi qildim deb. Xullas, endi ularda ham shu bezor ekanda tutishdan, odatda bezor ekan. Xullas, buni men Toshkent viloyatining Qibray tumanida ham bitta pillachilar bilan bir paytlar to'g'ri kelib qolgan. Bu ham 73-yillarning hangomasi. Tutmas ekan, fuqarolar olishni istamas ekan. O'shaning uchun choynaklar, defitsit, bu narsalar tarqatishar ekan pillani o'sha urug'ni berishdan oldin. Mana shu narsalar defitsit narsalarda-da endi Sovet davri. Choynak kosa, bu narsalar. Endi nimaga tutmaydi axir? Pulni shunday pul bersa har holda, keyin yana qishloq joy, yana masalan o'sha qolgan nimalarini qo'ylar yeydi, shox-shabbalarni o'tin qiladi desam, endi sharoitlari yaxshi, qishloqda ham Toshkentni bilasiz-ku deydi. Bu devorga sichadi deb tutishmaydi ular deydi, devorga. Ya'ni pilla qurtni endi shunday qo'yasiz, har holda devorga ham urib qoladi uning. Bunday aytganda nafas ham ancha-muncha xona keyin sezilib turadi-da. Ya'ni devorga u budeng nimagadir yuqadi bunday aytganda. Ma'lum daraja. Aytayotganim, mana shu narsalar ming afsuski hali ham davom qilyapti. Ammo hozir endi rag'batlantirish ma'lum darajada yaxshilandi.
Hozir ham eshitib turaman qishloq joylarda u bu narsa tarqatishganini, u bu narsa berishganini boshqa. Yana ikkinchi bir jihati aholining o'sishi nuqtai nazaridan ham ma'lum qismi, endi men muhtojlikdan demayman, har holda o'ta muhtojlikdan emas, ba'zilarda bu ham bor muhtojlik ham. Shundan, lekin baribir qo'shimcha bir mablag' bo'ladi deb tutishadi, lekin baribir mexanizatsiyalashtirish hali ham o'ta past. Endi men shu yerda yana bir o'zimning tajribamni aytib ketay deyapman. Shu aravada olib kelamiz, endi aravani tagiga qo'yib o'rishda yordam beraman otama. Odatda otam rahmatlik erta borib o'radi, men keyin turib aravani qo'shib borib yig'ishtirib olib kelardimda, keyin chopishib boshqa qilib taxlab keyin maktabga ketamiz. Endi o'shani uyga yaqin joyda bir o'ziga xos bir kichkina plantatsiya deymiz, endi tekislab ekilgan joy bo'ldi. U joyga oralariga ekilgan dehqonchilik endi o'syapti. Odatda makka egardi unga. Aravani unga nima qilib yurmay, bosib ko'p nima qiladi deb eshak topib borardim. Eshakni yonboshiga trubadan bir 25 millimetrlik trubadan ikkita trubani egib, egarni ustiga qo'yganman, yonboshidan ipni bog'lab, o'shanga taxlayman. O'sha novdalarni uzun, chunki og'irda uni ko'tarib uyga olib kelishdan tinkangiz qurib qoladi bir 2-3 marta borib kelganingizda. Og'ir, nam, yana barglari bilan yana uzun. Xullas o'shani ustiga taxlab, keyin ip bilan bitta tortib, o'sha makkalarni bosishiga qaramasdan olib kelardimda. Oxiri endi bu ham qistov bo'ladi. Shu shoshganimizdan, boya aytganimdek, maktabga shoshasiz, boshqa ishlaringiz, novdani o'sha joyda qurtga to'g'ri soladigan qilib ustida o'rardim. Oxirlari shunday qiladigan bo'ldim. Ya'ni tubidan o'rmayman, balki cherdakni ustiga qurtlarga qo'yadigan qismini, masalan 50 santimetrmi, 70-80 santimetr, ba'zilari yaxshiroq yengil bo'lsa 1 metrlar bo'lib ketadi. O'sha kerakli joydan o'raman, pasti qoladi, uni keyinroq o'sha pillani bostirib qo'yganimizdan keyin sal bir nafas rostlagandan keyin alohida o'rib chiqadigan bo'lganman-da. Endi bu narsalarni mexanizatsiyalashtirish juda ham oson. Hozirgi texnikani inobatga oladigan bo'lsak, o'sha paytlarda ham qilsa bo'lardi. O'sha paytlarda, lekin mana 50 yil o'tyaptiki, ming afsuski bu narsalar qilinmadi hali ham. Agar qilinganda uni ko'rardik, bu suratlarni boshqa. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib ketishni lozim topyapman. Men do'stimiz, sinfdosh qadrdon do'stim rahmatli endi o'tib ketdi. Manbat Soli Ibragimov. Vaqtda men mana urush masalalarida bir-iki gapirdim, boshqa bir-iki holatlarda gapirganman. Juda qadrdon do'stimiz. Biz maktabda yuqori sinfida birga bir sinfda o'qiganmiz. O'sha 83-yilda Kiyevdan mashina olib kelyapmiz u kishiga. Yo'lda endi bir yurmagan joylarni ko'rib ketaylik. Mana katta yo'llardan hamma yuradi dedimda, ma'qulmi desam, Odash dedi. Men ham endi Soli ismim bo'lgandan keyin Odash deb, shu qayoqqa haydasangiz ketaveramiz, uyga borsak bo'ldi dedi-da. Shunday oliyjanob inson edi, rahmatlik. Shuning bilan bo'lmasam dedim, shu Kiyevdan Rostov, Xarkov, Rostov, Astraxan nariyog'i o'zimizning Qozog'iston cho'lidan Benovga o'tamiz dedim. Ma'qulmi deb. Ma'qul. Shuning bilan ketdik. Aytayotganim endi Astraxanning atrofida, Astraxan endi Rossiyaning o'ziga xos dehqonchilik makoni. U joyda tarvuzlar ayniqsa mashhur, Astraxan tarvuzlari. Uni Volgada barjalarga yuklab butun Rossiyani shimoliga tarqatadi-da, Moskvalarga ham o'sha barjalarda boradi. Xullas bir joyda yo'lda yonboshida pomidor teryapti. Bu avgust oyining o'rtalari. Pomidor teryapti. Odash dedim, bir to'xta ko'rib ketaylik dedim. Yo'ldan bir 60 metr, 70 metrlar yonboshda keng pomidor dala. To'xtadik. O'sha traktor endi 75 zanjirli traktor yoki boshqa 54 mi, men endi markalarini uncha ajrata olmayman. O'shaning orqasiga ikkita uzun lenta o'rnatilgan. Endi bir 35 metrlar, 30 metrlar aniq bor. Bu 30 metrlar bor ekan desam, Odash aytadi, Manbat Soli har tomoni 30 dan bo'lsa,
Bu 60 metr bo'ladi. Adash aytadi 50 metrlar bor deydi. Endi biz uzoqroqdamiz-da. Keyin kuzatib turibmiz. O'sha orqasiga teskari qilib bortavoy mashina deydi. Ya'ni bortli mashina, taxta bortli mashina ildirilgan teskarisiga. Bortning ustiga o'sha ikkita lenta keladi. U traktorga ildirilgan, traktor tortib ketyapti, mashina teskari ildirilgan. Ustiga ikkita lenta keladi. Lentaning pastida pomidor bo'sh yashiklarni solib yuborgan. Ko'p. Har bir pomidor qoriq deymiz biz endi. Qatorda egatda ayol qizlar terib yurgan. Bitta ham erkak yo'q o'sha joyda. Faqat ustda yuklab turganigina erkak kishi. Traktordagi ham erkak bo'lsa kerak, uncha ko'rmadik, diqqat qilmadik. Xullas shu pastidan lentada ketyapti. Bo'sh yashiklar unga soladi endi. Birinchi oldiga kelgandan soladi-yu. Bo'sh bo'lmaydi o'zi. Ko'p shunday. Siz terdingiz, darrov tashlaysiz, imkoningiz bor-da. Ya'ni shu darajada tez ko'p qo'yilgan. Shu oxiriga borguncha endi u to'ladi yoki to'lqiramay qoladi. Xullas oxirida bittasi tepaga qo'yib turibdi uni. Tepaga qo'ygandan keyin unga solmaydi albatta. U mashinaga keladi endi. Qaytadi-da lentada. Mashinaga teglab qo'yapti. Da dedim. Endi u Adash ham qishloqda yashaydi, dehqon odam, juda yerlarni ijaraga olib ekardi, juda. Men ham endi o'sha paytlari bir 10 sotix har yili pomidor ekardik biz ham bozor uchun. Endi bu azobligini endi gapirib o'tirmayman. Qishloqda o'rtoqlar juda yaxshi bilishadi bu pomidorni ham azobini. Xullas Adash dedim, mana ko'rdingizmi bu texnikalarni. Men endi harbiyda 70-72-yillar Moskvada bo'lganman. U joy bu joylarga chiqib turibmiz, qishloq joylarida ko'rganmiz. O'shandan ta'sirlanib bu 83-yilga ko'ring endi biz o'sha Adash bilan ko'rayotganimiz Astrixan oblastida. Bizga dedim mana bir 10-15 yilga bizga ham boradi bu narsalar. Ko'ring, hayot qanday yaxshilanib ketyapti dedim-da. Adash, bizga 50 yilsiz bormaydi bu dedi. Keyin u sigaret chekardi, sigaret ham chekib oldi, turibdi. 50 yilsiz bormaydi deb yana boshini silkib takrorladi-da. Men endi uni davom qildirmadim. Har holda yo'q dedim ichimdan buni. 50 bo'lmasa ham bir 20 yillarga borib qolar deb. Chunki o'zim 10-15 yilga boradi dedim u. Yo'q. Bizga haligacha ham bu kelmadi. Hali ham dehqonlarimiz shu pomidor yashiklarini ko'tarish bilan ovora. Xullas endi bu mavzuni yana davom qilib gapiramiz. Diqqatlaringiz uchun rahmat.